Namoz ruhimizni hayotning moddiy tashvishlari va og'riqlaridan qutqaradi. Zikr, duo va xushu'lar Allohga yo'naltiradi. Rasululloh alayhissalom ba'zan Bilolga qarata, ey Bilol, bizni namoz bilan rohatlantirgin, ya'ni azon aytgin, namoz o'qiylik derdilar. Nabiy alayhissalom yana ko'zimni quvonchi namozda qilindi derdilar. Imom Hokim rivoyat. Nabiy alayhissalomning eng xursandchilik holati ko'zini quvonchi namoz o'qishlikda edilar. Inson faqat yomon axloqlardan poklanish orqaligina Allohga yaqinlashadi va uni roziligiga erishadi. Namoz mana shu poklanish vositasidir. Chunki unda davomli bo'lgan odam yaxshilikka undovchi va yomonlikdan qaytaruvchi ulug' qalb egasiga aylanadi. Dinimiz namozni jamoat bo'lib o'qishga targ'ib qiladi. Bu esa ijtimoiy aloqalarni mustahkamlaydi, jamoat orasidagi mehr-oqibatni kuchaytiradi. Masjidda hamma teng, na nasabi, na rangi, na millati, hech qaysisi ajratib turmaydi. Natijada banda jamiyatning bir bo'lagi ekanini, jamiyat a'zolari bir-biriga qayg'urishini his qiladi. Albatta bu hikmatlar har qanday namoz bilan emas, balki ixlos, xushu va qalb hozirligi bilan komil suratda davomli tarzda ado etgan namoz hollardagina bo'ladi. Shuning uchun namozni aslo beparvo holatda o'tkazib yubormaslik kerak.